Shu gaz balon qilganman. Ichi bo'sh. Uni hozir bitta ichini bo'sh qilib qo'yganman. Faqat bu yuzasi bitta material bo'lgan xolosda. Bitta material tanlaganman. Na shunda qavat uchta chizilishingiz kerak. Qalinligi bormi? Qatlamlarda qalinligi prezentatsiya bor edi. Bu yerda 3 xil material bergan. 3 ta. Men shuni hozir eng pastdagi turibdi-ku 60-61 alloy. O'shani belgilaganman. SolidWorks'da o'shani shunaqa qilganman. Materialiga. Bunda qalinligi bir xil olingan. Hamma joyning. Hamma joyi bir xil. O'zi odatda mana bu qismi qalinroq bo'ladi. Necha bo'lyapti shunda qalin. Qalinlik aniq bir razmerga qo'yib bunaqa qilganim yo'q ekan. 6 millimetr. Sizdan. Buni bitta yo'li bor, ishlash yo'li. Kompyuterga osonroq bo'lishi uchun faqat mana bu yuzani olamiz. Ortiqcha nimalarni o'chirib tashlayman. Bular kerak emas bizga. Bitta mana bu qolsa bo'ldi, mana bu tayanchga. Endi birlashtirib chiqaman yuzalardan. Dars shunaqa qilyapsizmi? Yozib olyapsizmi? Zapis qilyapti. Xo'p. Mana bu yuzamiz. Alohida bitta komponent qo'ydim. Bu misol uchun balon deb qo'yaman. Mana bu ikkita bu tagida turgan tayanchi. Qimirlamaslik uchun. Xo'p. Tayanch bir. Tayanch 2. Mana bo'ldi.
Bittamiz mana balon. Hop, geometriya tayyor. Endi material tanlab olish. Hozir bu kompozit materiali. Ha. U SolidWorksda tanlagan materialim bu yoqqa import bo'lganda qanaqa bo'ldi aka? Yo'q, o'tmaydi. O'tmaydimi? Yo'q. Faqat geometriya o'tadi. Ha. Misol uchun carbon fiber. Men buni tanlayman. 230 gigapaskalligi. Tayanchlari po'latdan bo'ladi. Mhm. Endi modelni ochaman. Mana. Hmm. Qarang, mana bu geometriyalar hammasi so'roqcha bo'lib turibdi. Hmm. Sabab bunga endi biz qalinlik berishimiz. Misol uchun bu 6 millimetr. Tayanchlari bir 8 millimetrdan qilaylik. Balonimiz materialni o'zgartiradi. Karbon fiber. Endi bitta primerni mesh qilib qo'yaman. Qarang, endi mana bu tayanch bilan balonni o'rtasida kontakt bor, to'g'rimi? Bir-biriga ta'sir qiladi. O svarka qilinganmi yoki shtrush turibdimi bilmaymiz-ku biz. U mahkamlab qotirilgan deb farz qilamiz, fiksetlab ikkita tayanchni ham. Endi mana connectionga kelaman. Bu yerda mana ochsam, mana ikkita kontakt turibdi. Bitta mana bu tayanch bilan mana balonni ostki qismini kontakti mana. Mahkamlab qotirilgan. Bu programma o'zi avtomatik olgan. Bu ikkinchi tayanchimiz mana. Mana o'zi kontakt bor. Balon ostki qismi. Endi meshni iloji boricha kichikroq olaman, shuning uchun sizing tanlaymandagini. Bu 25 ekan. Biz taxminan 10 qilib qo'yaman. Qani 2 marta kichiklashtirib qanaqa bo'lar ekan. Juda kichik bo'lib ketsa ham hisoblashga sal qiynalib qoladi-da, vaqt ko'p ketib qoladi. Mana shu bo'ladi, normali primerno mana. Silliqroq, boyaga qaraganda mana ancha tekisroq mana.
Endi qarang. Ballonni bitta tayanchi mahkam qotirilgan, xuddi sharnirli. Ikkinchi tayanchi bo'lsa, qarang. Egidagi o'qi bo'yicha harakat qila oladi deb qoldiramiz. Qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Misol uchun mana bu ballon deb oladigan bo'lsak, bittasiga mana bunaqa sharnirli, ikkinchi tayanchiga mana bunaqa. Ikkalasi ham sharnirli, faqat bittasi mana bu egidagi bizada mana shu egidagi o'qi bo'yicha harakat qila oladi. Mana bu Z. Bir tarafi, bir tomoni qotirilgan sharnirli. Demak, o'tib olaman. Faqat fixit bo'lmaydi endi bizda bu. Fixit qilsa u жесткий закрепление bo'lib qoladi, sharnirli bo'lmaydi. Remote displacement tanlayman. Remote. Men bu birinchi tayanchimni tanlayman. Men bu yuzani nima qilib просто ko'rinmaydigan qilib to'dik. Mana. Birinchi tayanchimni tanladim. Qarang, bizda hech qaysi o'q bo'yicha qimirlamaydi. Ya'ni x o'qi bo'yicha 0, egidagi o'qi bo'yicha ham xuddi shunaqa 0, z o'qi bo'yicha ham 0 qimirlamaydi. Endi rotatsiya aylanishi, qarang, bizda z o'qiga mana bu o'q. Demak, mana bu x o'qi bo'lsa, mana bu x, mana bu z. Mana bu o'qimiz. O z o'qi atrofida bunda aylana oladi. Chunki sharnirli. Xuddi shlagbaumga o'xshab ko'tarilib tushadi-da. Demak, x bo'yicha aylanish 0 ga teng deyman. Y bo'yicha ham 0 ga teng. Mana bu z o'qi bo'yicha bo'sh turibdi, aylana oladi sharnirli. Bo'ldi. Endi xuddi shunaqa yana bitta hosil qilib olaman. Endi ikkinchi tayanchimni belgilayman. Ikkinchi tayanchda xuddi shunaqa x0, faqat egidik bo'sh turadi. Egidik o'qi bo'yicha harakat qila oladi mana egidik o'qi bo'yicha. Z o'qi bo'yicha 0 qilaman ko'chishini. X bo'yicha 0, egidik bo'yicha 0, rotatsiya Z bo'yicha bunda ham 0 ga teng emas, Z bo'yicha ham qoladi bu sharnirli. Endi biza bosim berishimiz kerak bunga. Nimalardir kerakmas hozir? Tayanchlarda bosim. Давление примерно qancha berilgan nimada? Ana prezentatsiyada gazni bosimi. Necha paskal, megapaskal? 250 megapascal edi, adashmasam. Давленияmi? Unda juda katta bo'lib ketadi-ku. 270. Aniq примерно 2,5 berib ko'raylikmi? 2,5 2,5 megapascal.
Xo'p, yuzalarni tanlab oldim mana. Qarang, bu oz sirilgani ko'ryapsizmi? Bu ichkariga qarab qoldi. Bu siquvchiga o'xshab qolyapti. Endi uni qiymatini nimada bersak, minusda manfiydan bersak, sirilka tashqariga qaraydi. Shuning uchun minus 2,5. Mana endi ichkaridan tashqariga bosim beryapti. Mana 2,5 megapaskal. Endi analizga berib ko'ramiz. Primerni. Bizga kerak mana yuqoridan deformatsiyani tanlayman. Total umumiy deformatsiya. Kuchlanish kerak bizga. Bular tanlagandan keyin qarang, mana bu sariq bo'lib, ana bo'lib turibdi-ku chaqmoqcha. Bitta obnovet qilib olishim kerak. O'shaning uchun men bu evaluate qilaman, bitta obnovet qilib oladi hammasini. Mana ptichka bo'ldi endi. Mana deformatsiya qanaqa bo'lyapti qarang. 0,9 millimetr mana bu eng ko'p ko'chayotgan joyi. Cho'zilyapti. Chunki biza bu o'q bo'yicha harakat qilsin deb anavi qildik-ku, bo'sh qoldirdik-ku. O'shani hisobiga qarang, primerni mana bunaqa ko'rinishda mana. Mana bu tomonda jo'ski turgandi, qimillamaydi. Bu tomon bo'sh turibdi. Egidagi o'qi bo'yicha o'shaning uchun bosim ta'sirida bu tarafga cho'zilyapti. Bu kuchlanish. Kuchlanish ham mana eng katta qiymati 328 megapaskal bo'lyapti mana bu nuqtasida. Mana demak primerni mana shunaqa ko'rinishda bularga deformatsiyalanadi. Buni endi saqlantirib qo'ysak bo'ladi, misol uchun image qilamanlarmi, rasm ko'rinishda kechagidek mana bunda ko'rinib turish uchun natijalar chiqarib olganda mana shu image qilib qo'ysam, boya PDF ga chiqarib beradi-da bularni natijalarni. Mana shu ko'rinishda. Bu mana shunaqa ko'rinishda. Endi agar qatlam qilmoqchi bo'lsak, unda biz hozir geometriyani o'zini alohida ochib olay. Qatlam qanaqa qilinadi? Har bitta qatlamni alohida berib olishimiz kerak bo'ladi-da bizga. Shunda har bittasini alohida material qilib tanlab olsak bo'ladi. Mana misol uchun mana bu bitta qatlam deydigan bo'lsak, uni bitta o'q atrofida aylantirsam nima hosil bo'ladi? Misol uchun bir ichi g'ovok bo'lgan, mana bu o'q atrofida mana bu tomonni aylantiradigan bo'lsam, ichi g'ovok bo'lgan mana hosil bo'ladi. Silindr. Qarang. Mana buni ikkinchi qatlam deyman misol uchun primerni. Mana. Mana bu eng oxirgi 3-qatlam. Ana 3ta yuzi alohida. Mana buni tanlayman deganda bitta. Tak. Bitta komponent qo'llaman. Yo'q, bu
Ctrl Z tursin. Qarang. Men buni belgilaymandagini bu o'q atrofida 360 gradusga aylantirsa mana bitta jism oldi bo'ldi. Buni nomda alohida komponent qilaman. Buni nomi birinchi qatlam qilib qo'yaman misol uchun. Qatlam. Rangini ham o'zgartirib qo'yaverishani. Misol uchun mana ajralib tursin. Nimaga alohida qilib oldim? Chunki agar ustma-ust bitta mana bu jism qilmasdan, buni alohida qilib olmasdan ikkinchisini aylantirsam, bu bir-biriga qo'shilib ketadi-da. Yaxlit o'tib qoladi. Shuning uchun alohida qilib olayman. Mana bu ikkinchi qatlam bo'ldi mana. Ikkinchi qatlam. Bu o'zini rangida turadi. Va eng oxirgisi bizda 3-qatlam. Demak, 3-qatlam. Bo'ldi, o'zim bir harakat qilib ko'raman yana bir. Mana oddiy bitta misolda harakat qilib ko'ring. Misol uchun mana bunaqa bitta oddiy misol qiling degani. Yana bitta narsani so'rayman dedim. Iceberg degan narsasi bor ekan-ku, shuni ishlatib ko'rganmisiz? Yo'q, uni ishlatib ko'rmaganman. Nima qilar ekan u? Platalarda naqalar bo'ladi? Shitlari bo'ladi-ku. Plata qiziganda qanaqa ta'sir qiladi, shamol qanaqa sovutish. Sovutish qanaqa ta'sir qilish. Kompyuter masalan qizib ketib qolsa sovutish kerak-ku. O'shani. Uni ishlatib ko'rmaganman lekin uni. O'shani ham bir ko'rgan deganmi professor, o'shani bir ko'proq elektr injenerlarga ko'proq kerak shekilli o'shanaqa. Elektrda. Men elektrga uncha tushunmayman-da. Elektr tushunmayman. Qattiq jism bo'ladigan bo'lsa ko'rib berishim mumkin men bunaqa. Qanaqadir masalan qattiq jismlarda ham masalan xuddi shu holatda masalan bosim kuchayib ketib qolsa programmani o'zi atkazib beradi yoki detalda ko'rsatadimi qanaqadir? Ko'rsatmaydi, yo'q. Analiz qilmaydi. Mana bu yerda qizil chaqmoqcha chiqib qoladi. Misol uchun qarang, bosimning qiymatini o'sha minusdan 1000 qilaylik, 1000 megapaskal. Endi men analizga beraman qarang. Mingda ham chiqadi bu yerda. 3 santimetrga kengayib ketyapti. 1000 megapaskalda. Material yaxshi bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti. 1000 emas 100 bo'lib qolibdi bu. Endi 1000 bo'ldi. Boya 100 bergan ekanmiz. Endi qilib ko'raylikchi. Materialni anosiga bog'ladi. Maksimal qancha kuchlanishga chidab beradi. Mana 1000 megapaskalda ham 300 mm 30 santimetr
kengayishi 30 santimetr, to'g'rimi? Hmm. Mana bu 30 santimetrga cho'zilib ketyapti mana bu yoq. Hamma cho'zilganda. Demak, boyagi karbon nima ekanda ancha tanlagan materialimiz. U karbon asosiy buni asosiy qismi u karbondan emas, boshqa alyuminiymi qanaqadir materialdan bo'lishi kerak-da, по-моему. Aloy degan material bor ekan. Alyuminiydan, o'sha alyuminiydan qilingan. Aloy. Mana misol uchun tanlab, mana general materialdan alyuminiy mana tanlayman. Mana alyuminiy oldim. Bo'ldi. Endi qarang. Alyuminiy. Anoda berilgandi prezentatsiyada qiymati qanchaligi. Примерно alyuminiyda. Mana bu 172 megapaskal. Bizda o'sha 230 turibdi, 280 turibdi. Bu 172 ekan. Mana 172 qilamiz. Kecha shu ko'rsatganimda mana endi bu yoqda o'zgartirilgan, bu yoqda o'zi nima qilyapti endi o'shani. Bu yoqdagidan farqi. Ekvivalent maksimal stress 272 ekan. Bizda bu 280. 272 qildim mana. Mana bo'ldi. Endi boyagi materialga alyuminiy beramiz endi. Model ekan qarang, o'zgartirish qilgandan keyin sразу o'z mana bu yoqlar nima bo'ldi? Galchkamiz yetiqdami mana? Hamda so'rayapti. Karbon va karbonimiz alyuminiyni tanlayman endi. Endi hisoblab ko'ramiz qani. Tak. Megapascal bu o'zi konstruksiya buzilib ketdi bu. Materialni alyuminiy qildik. Po'lat. Alyuminiyda boyagi karbonga qaraganda boshqacha mana stresslari ham ko'rinishi nisbatan. Qiymati qarang, 10 ming berib qo'yaman qani, qanaqa bo'lar ekan ko'ramiz. O'zi 10 ming bersa 2347 millimetr. 2 metr. Shuning uchun men bu yerda materialni shunaqa har bittasiga alohida qilib tanlab olish kerak-da. So'ng ortiqchasini o'chirib tashlayman, karbon kerak emas. Delete bo'ldi.
Boyagi prezentatsiya u aniq bir chertyojni tanlashingiz kerak edi. Unda даже anavi talshina yo'q, qalinliklar berilmagan o'lchamlarda, qatlamlar yoki bo'lmasa umumiy anavi tем более bitta qismini ko'rganman demanda, по-моему, to'g'rimi? Yo'q. Prezentatsiyani ochsak qarang. Faqat mana bu qismi ko'rilyapti-da mana. O'rta qismi ko'rilyapti. Mana kuch ham faqat mana bu strilka kuchmi bo'ladi endi mana bu strilkalar? Bosimmi shular? Ha, bosim. Faqat mana bu o'rta qismidagini ko'ryapti-da hozir bular bosim berib. O'rta qatlamda. Bu yog'ini ko'rsatgan yo'q. Ha, bitta yana bitta tashlayman aka sizga. Faqat o'rta qismi kompozitmi demanda? Yo'q, o'rta qismimiz. Har xil variantlar qilingan ekanda bunda. Birinchisi oddiy bitta variantligi, mana bitta, faqat metal. Ikkinchisi metal usti, misol uchun karbon bilan qoplangan. O'rta qismi faqat. Sizning prezentatsiyangizda mana shunga o'xshagan, faqat o'rta qismi. Ko'rinyaptimi? Ko'ryapman. Mana prezentatsiyangizda mana bunga o'xshab ko'rilgan. Bunda endi metal, kompozit, plastik qatlamli ham qilingan ekan. Biz hozir mana bu variantini ko'rdik-da, metal, faqat metal. Bunda mana o'zi raschodlar qilib ko'rgan ekan. Men tayyorman. Natijani bu yerga 140 megapascal natija chiqqan ekan. Mana bu yerda o'lchamlar berilgan, necha millimetr, qanaqa. Mana. Bu necha qatlam qilingan endi bu? Qavat bu nima bu endi bular? Qanaqadir 50 millimetr, 5 millimetrdan 10 ta. Mana buni o'qib chiqish kerak endi. oxirgi tashlaganimni ko'ring-da aka. Oxirgisi.
ustiga o'ralgan narsa o'raydigan narsami qanaqa rezin alohida rezinkaga o'xshagan. Bu yoqda o'lchamlarim. Mana. Mana o'zi karbondan ular berilgan ekan, hamma parametrlar. Dalillar. Bu yoqda port qanaqadir yorilganini ko'rsatyaptimi? Kuch tasg'ada mana 55, 55, 56, 55 va 5. Ha, mana. Mana bu yoqda berilgan ekan. Dalillar. Ustiga mana bu o'rab chiqyapti, karbon. O'rab chiqqan. Bu grafiklar bor-ku, unaqa bosim materiallarga ajratib olganmi? 4-grafik ko'rinadi. 4-chi? Ama Bular har bittasi qanaqadir materialmi? ro 0 deyapti. Zichligi o'zgaryapti. Mana bu qaysi kattalik mana bu? Ro zichligi ekan bu kattalik. Bu elastiklik kuchada shunaqa belgilanadi ekan. Elastiklik kuchimi ekan? Shunaqa. Nimani grafiki ekan bu? Zichligi o'zgarib boraverganda kuchli qiymatlar. Men buni o'qib chiqish kerak edi. Mana bu yerda hammasi yozilgan. Ko'rib chiqaman. Mana shuni ko'rib chiqish kerak. O'shanda hamma ma'lumot berilgan o'zi. Mana bu yerda berib qo'yibdi o'zi qanaqa.
5 millimetrdan 10 ta qatlam qilibdi. O'nta qatlam, mana bunda 10 ta qatlam qilingan 5 millimetrdan. Hali mana bu yerda o'zi hammasi yozilgan ekan-ku, o'shani bir o'qib chiqib nima qilish kerak-da? Bitta model qilish kerak. Ko'rib chiqaman o'zim. Ko'rib chiqqandan keyin ishlanishi prinsipi xuddi shunaqa bo'ladi. Bo'lmasa, mana bunaqa qilamiz, qarang. Hozir bu geometriyani o'chiraman. Geometriya. Menga jo'natganingizda step fayl qilib jo'nating. Boya geometriyani. Boya saqlanib kak qilasizligini faqat step qilasiz. AJS emas. SolidWorks'dan. Bunu bu yoqdan hop step fayl ochib olsak. Mana. Modelni tozalab tashlayman, o'chirib. Yangi ochib olamiz. Material alyuminiy turaveradi. Bo'ldi, xo'p. Geometriyadan bu alyuminiy tanlayman, po'lat emas. Mana kontakt shu turaveradi, mana kontakt. Endi meshda 15 millimetrdan bo'lib ko'raylikchi. Qanaqa ko'rinish ekan? Xolasa, Ya'ni ish qilganingizda pastdagi tayanchi oldingizmi, bu tepadagi 15 bo'lib qoldi hozir. Shunaqa bo'ladimi? Ish qilganingizda. pastdagi tayanchlar yo ularni nima qilamiz? O'zgartiramiz ularni ham. Tush qolmaydi. Alohida qilib chiqamiz-da, misol uchun. Endi tayanchlarda o'zi tayanch uncha nima bo'lishi shart emas, u juda bizga asosiysi ana u natija, balondagi natija kerak bizga asosiysi. Tayanch sal kattaroq bo'lsa ham hech narsa qilmaydi u. Balonni qarang, endi to'g'richa qilib bo'lib olaylik. Mana metod qilamandagini. Boyagida asosan to'g'richa qilib bo'lgan ekan-ku boyagilar. Elementga. Endi hexset qilaman. Qarang, hozir bizda problema qildi. Sababi bu pastdagi bilan mana bu tepa tayanch bilan mana bu ikkalasi bir-biriga tekkan joylarida mesh bog'liq bo'lmayapti, bir-biriga bog'lanmayapti. Ya'ni bittasining o'lchami katta, bittasining o'lchami kichkina bo'lib qolishi
Bu uncha ahamiyatsiz. Faqat mana bu joylar qarang tutashmayapti. Misol uchun mana bu tugun nuqta bilan mana bu tugun nuqta tutashmayapti. Bu modellashdagi xatolikmi? Chizishda. Yo'q, modellashdagi emas bu. Bu chizishdagi xatolik emas. Bu mesh qilishda mana shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak. Keyin modellashda faqat mana bu yerda xato bo'lishi mumkin. Sal yaqinlashtiray. Mana bu bir-biriga tekkan mana bu qirrasi juda nima bo'lib ketganda. Mana bu uchi yo'q-ku. Ko'ryapsizmi? Uchi yo'q deb bo'lib qolgan. Mana shunaqa yupqa bo'lib qolgandan keyin mesh qilganda o'yinga qalinlik bera olmay qoladi-da. Bu hozir xuddi cheksiz, uchi cheksiz deb bo'lib qolganda, qarang, uchi yo'q. Hech qanaqa mana yaqinlashtirsak ko'ryapsizmi? Shuning uchun nima qilamiz? Bitta oson yo'li bor. Например, mana bu yerdan kesib tashlasang. Bu ikkalasini o'chirib tashlaymandagina. Yoniq tursa bu. Faqat cut bosaman. Turibdi bu yerda mana bittasi qarang, yon tomonda. Bittasi cut kesib olish. Qilsam qo'shib qo'yadi. Shuni bitta anom qilaylik, tinchgina qarang. Mana bu yerda yuza hosil qilmabdi. Ustidan chizib qo'ydik-ku, o'shaning uchun tegib qolgan joylarini nima qilgani yo'qdi. Ana bo'ldi. Narigi yuzani o'chirib tashlayman. Buni primerini to'g'richa mana shunday uzunroq qilib chizib olaman. Endi buni kesib tashlaymiz. Yo'q. Filzupqa nabarat kesishimiz kerak buni. Mana. Bu ortiqcha joyini olib tashlaymiz tepasidan. Xuddi shunaqa buni ham kesib olamiz. Bo'ldi bu. Ham ortiqcha detalni o'chirib tashlayman, kerak emas. Mana endi sal normalroq bo'ldi. Mana o'zi avtomatik yangilash so'rayapti, yangilab olaymi deb. Mana bo'ldi. Endi bunga materiali po'lat. Mana o'zi qarang, so'roq bo'lib turibdi. Bu material tanlanmadi degani. Mana o'zi joyi. Nima xatolik bo'lsa, programma o'zi ko'rsatadi. Mana meshda ham ana. Qaytadan mesh qilaman. Ana bo'ldi. O'lchamani 15 qilamiz buni. Ana. Dars yozilyapti aka, ikkinchisi. Yozilyapti.
to'g'richa qilishda muammo bo'lyapti, chunki tepadagi to'g'richa mesh qilsak ham tugun nuqtalarini bir-biriga kelmayapti-da, ustma tushmayapti-dagini muammo qilyapti. O'shaning uchun tepadagini tetrayder ko'rinishda mesh qilib oldim. Bo'ldi, endi bosim berishimiz kerak. Yo'q. Birinchi nima qilamiz? Displacement bilan qilamiz. Mana bu pastki qismini hammasini qotirib chiqaman, 0 qilib. Remote bilan bermayman, hozir prosta nima qilyapman buni. Жесткий закрепленный deya qilyapman. Pastki qismini qotirilgan yerga mahkamlangan. Shunaqa ikkinchisini faqat egidagi o'qi bo'yicha free qilavandagini buni 0 qilib qo'ydim mana. Bo'ldi. Endi bosim. Demak, ichki qavatiga bosim berishimiz kerak. Tanladik. Mana. Bunda endi ichki qatlam tanlaganimiz uchun o'zi avtomatik mana yuqoriga bosim beradi, o'zi ichkaridan tashqariga. Normal bo'yicha. Endi bosimning qiymati bizda 2,5 dan 2,5 megapascal. O deformatsiya kuchlanish. Ana hisoblaymiz endi. Ana primerni Birikka harakat qilganda anaqasini ko'rsatganda tayanch. chunki tortyapti-da tayanchda ham. Mana bular tayanchda ham tortyapti bosim. Chunki biz mana bu tomonni ozod qilib qo'ydik-ku. Shuning uchun bo'sh tarafga qadar bosim tortib ketyapti-da. Ana stress. Ko'rdingiz, mana bu tayanch pustoy, bunda uncha nagruska yo'q. U mana bu qotirilgani uchun mana bu yoqqa ko'p nagruska tushyapti, chunki tepa egilyapti-da. Qatlamni o'zini ko'radigan bo'lsak, qarang. Buni o'zini kesib oladigan bo'lsak ichidan, misol uchun. Ana section planga kelaman. Pastga eng o'ng burchak, chap taraf eng pastki burchakda section plan bor. Mana o'rtasidan kesib olaman primerni mana. Kesim ko'rinishini ko'rsatdi. Mana deformatsiyasi, mana kuchlanish. Bir 152 megapascal bo'lyapti kuchlanish. Bu faqat alyuminiyda o'zi. Biz alyuminiy berdik. Mana primerni mana shunaqa
ko'riladi. Qatlam bo'lsa, ustiga yana bitta qatlam qilinib alohida ko'riladi. Uni boshqa bitta modellab chiqaman o'zim. Bunaqada. Mana shu videoga qarab nima qilsangiz, Keyin bu sahraint qilishda qanaqa sahraint qilinadi aka? Bu qayga sahraint qilish kerak? da misol uchun qarang, men buni bosamandagini u chiqib ketaman men bundan modeldan. Sahraint qilayotganda iloji boricha men bilan o'chirib qo'yish kerak, chiqib ketish kerak model nimalardan, geometriyadan. Hozir chiqsin. Faqat mana qolsa bo'ldi. Hozir na bo'ldi. Ana faylga kelasiz. Ana save as misol uchun. Rабочий stolga, misol uchun rабочий stolga sahraint qilib qo'yaman.